Endi PUBG Mobile'da donat qilmagan holda akkauntingizni donaterskiy qilib olasiz. Bugun PUBG ga yangi funksiya, ya'ni yangi yashik qo'shildi. Mana shu yashik haqida to'liq sizlarga informatsiya berib boraman. Hammaga assalomu alaykum. Men Kardinal. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videoroligimizda tekin material va tekin kristallar olib akkauntimizni tekinga kuchaytirib olishni o'rgataman. Va Kardinal oilasi, sizlardan bir kichkina iltimos, bizni qilayotgan shuncha mehnatimizni qadrlagan holda videomizga like tugmasini bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizda bosgan like'ingiz va obunangiz menga juda ham katta xursandchilik va motivatsiya beradi. Rahmat kattakon like va obuna bosganlarga. Endi qarang, mana bu yerda hamma biladi, yashik bor. Mana shu yashikga kiramiz va bu yashikda kirganingizdan keyin yangi yashik, ya'ni yangi funksiya kelib chiqadi. Buning ismi Fortnite Refnire, ya'ni o'zbek tilida boylik tozalanuvchisi deb nomlangan. Bu yashigimizda nimalar qilamiz? Bizning akkauntimizda qaysi kiyimlar ortiqcha bo'lsa, mana shu ortiqcha kiyimlarga biz yashikni ochamiz. Menda mana bu buryuk ortiqcha va mana shu buryukni men bitta okeyni bosgan holda almashtirmoqchiman shu yashikga. Endi buni joyiga kirgizamiz va открытni bossamiz va bizga hozir yashik ochiladi. Bizga hozir nimadir beradi. Hozir ko'rib turganingizdek juda ham oddiy narsalar beradi. Hozir men sizlarga to'liq tushuntiraman qanday qilib tekinga material, tekinga kristallar olishni. Bu hali boshlanishi. Okeyni bosamiz va bu yerda propustil bilan yana открыт qilamiz. Yana bizga narsa beradi, yana открыт qilamiz. Yana bizga narsa beradi. Ya'ni bu populyarnost yoki bu laklanka. No, ko'rib chiqamiz hali videomiz davomida va bizning balimiz tugab qoldi. Yana bal yig'ishimiz uchun mana bu yerga kiramiz va bu yerda hamma narsaning bal yozilib chiqqan. Ya'ni misol uchun bitta G tangasi 1 bal berar ekan yoki bitta cerebro 6 ta bal berar ekan yoki mana bunaqa kiyimlar 120 ta bal berar ekan va bu yerda mifichskiy kiyimlarni men ko'rmayapman. Ya'ni mifichskiy kiyimlarni obmen qilib bo'lmaydi. Menga yoqqan tomoni hamma akkauntida, ya'ni oddiy akkauntda ham mana bunaqa laklankalar bor, ya'ni yerda bunda yopishtirib qo'yadigan laklankalar bor. Mana shu laklankalarni ham mana shu kesga obmen qilsak bo'lar ekan. Bu juda ham zo'r imkoniyat do'stlar. Hozir mana shu laklankalarni obmen qilgan holda tekinga material va kristallarga ega bo'lamiz. Hozir bizga bal yetishmayapti. Misol uchun menga mana buryuk kerak emas. Misol uchun pastda mana web kamerani men joyini o'zgartiraman. Ya'ni sonlarni ham kamaytirsa bo'lar ekan. Ya'ni menda 8 ta buryuk bor. Yo 8 tasini qo'ygim kelmayapti. Bittasi o'zimga kerak. Shu uchun men 7 tasini qo'ysam bo'ladi mana. 7 tasini qo'ydim va menga yana ballar qo'shildi mana bu yashigimizga va yana ozgina menga bal yetishmayapti. Misol uchun kurtkani ham qo'ydim mana. Kurtkani ham yopishtirib yuboramiz va yana open case qilsak bo'ladi. Propustil bilan bam ketdi. Yana bizga kurishga berdi va bizga bergan narsalarni ko'rib turganingizdek pitichka qilib qo'yapti. Yana mana ko'ryapsizlarmi? 4 tasini oldik, 4 tasini pitichka qilib qo'yapti. Qachon biz mana bu yerdagi hamma narsani olamiz, ana o'shandan keyingina biz tekin materialni qo'lga kirita olamiz. Hozir hammasini ko'rsatib o'taman. 2000 ta cerebroni joylashtirmoqchiman. 2000 ta cerebro ketdi. 2000 ta cerebro 12000 taga yaqin bal bo'lar ekan. Yana open case qilamiz. Bam, bizga fon berdi. Bu fonni esa profilimizga bemalol ishlatishimiz mumkin. Va yana открыт va bizga bam bu laklenkada, bu laklenka o'zi yana bir maslahat berardi. Mana bunaqa laklenkalarni yo'qotishni, bu laklenkalar hech nimaga kerak emas do'stlar. Men shu laklenkalar hech nimaga ishlatmaymiz ham, kerak emas. Mana shu laklenkani men ishlatmoqchiman 1000 tasini. 1000 ta laklenkamiz juda ham ko'p bo'ladi. Ana ketdi 1000 ta laklenkani ishlatdim va bizga yana ballar qo'shiladi. Nu давайте men bundan bir 500 tasini ishlatib yuboramiz. 500 tasi ketdi va yana men bunaqadan bir 200 tasini ishlatib yuboramiz. 200 ta laklenka ham ketdi. Umuman keraksiz mana shu laklenkalar do'stlar. Mana shuni men sizlarga ishlatishni maslahat beraman. Yana ketdi. Даже bolalar laklenkalar juda ham katta bal berar ekan. Ya'ni har bitta laklenka 70 tadan bal hisoblasak ham 10 tasi 700 ta bal bo'ladi. Bu juda ham zo'r. 15000 ta bal yig'dik. Endi mazza qilib open case qilamiz va hozir hammasini olganimizdan keyin bizga tekinga materiallarni olish imkonini qo'lga kiritamiz. Qaranglar, bo'ldi, hammasini oldik. Menimcha, ko'ryapsiz, hammasini oldik va bizga yangi funksiya ochildi. Bo'ldi. Bizga yangi funksiya, endi biz bu yerga tekinga material va mini kristallarni qo'lga kiritamiz. Va bizni hozir olgan narsalarimiz esa qayerga ishlatiladi? Buni ham ko'rsatib o'tdik. Hozir buni ham yana open case qilamiz. Bu hozir olgan tekin narsalarimiz, ana ko'ryapsizlarmi? Nickname'im, ya'ni TT Kardinal ismi o'zgarib qoldi. Ya'ni sariq bo'lib qoldi. Mana shuni biz hozir yashikdan olgan narsamiz mana shu narsa edi. Ya'ni name'ga kiramiz. Hozirgina biz mana shu narsani qo'lga kiritdik. Endi bizning nickname'imiz 60 kun davomida mana shunaqa chiroyli bo'lib odamlarga ko'rinadi do'stlar. Bu juda ham zo'r. Mana bunday o'qib qo'yamiz, bo'ldi. Hammaga endi bizning ismimiz chiroyli bo'lib, sariq rangda ko'rinadi. Va aytgancha Kardinal, mana bu yerda populyarnost battle boshlangan. Shunda menga bepul ko'rishga, bepul populyarnost tashlab qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim va mana shu haftalikda birinchi o'rinni olganga Real Pass tashlab beraman. Birinchi o'rindan to 20-o'ringa kirganga men ham mana bunaqa qilib populyarnost tashlab chiqaman do'stlar. Siz menga tashlaysiz, men sizga tashlayman, bir-birimizni shunaqa podдержка qilib qo'yamiz. Mana bu yerda populyarnost battle yutishimiz kerak, xudo xohlasa. Populyarnost tashlaganligiga kattakon rahmat do'stlar, podдержка uchun kattakon rahmat. Yana
biz open case'imizni davom ettiramiz. Endi avjiga keldi videomiz. Ana endi biz tekinga materiallarni hozir qo'lga kiritamiz. Tak, yo magazin emas, mana bu yashikga kiramiz. Ya'ni bu yashik mana bu yashik bilmaganlar uchun mana shu yashik va eng pastida shu yashigimiz turibdi. Ana endi biz materiallarni qo'lga kiritamiz. Qaranglar. Bu yerda 2000 ta monetka turibdi. Ya'ni har bitta aylantirishimiz endi 2000 ta monetka. Ну давайте birinchisi ketik. Открыть. Ramazon oyi kirib kelgani uchun aziz obunachilarimga katta konkurs boshladim. Konkursimizda qo'yilgan sovg'alar donaterskiy lending full account, 5 ta 1.5 ming UC va eng asosiy sovg'a 100 ta Real Pass, ya'ni 100 ta obunachimga Real Pass sovg'a qilaman. Konkursga qatnashish juda ham oson. Mana shu videoni tagida, ya'ni opsiyada konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi shu silkani ustiga bosib, konkurs botimizga kirasiz va start tugmasini bosasiz. Bu yerda chiqqan ikkita rasmiy kanallarimizga birin-ketin obuna bo'lib chiqasiz. Telegram kanaliga kiramiz, obuna bo'lamiz va xuddi shunaqa birin-ketin hammasiga obuna bo'lib chiqamiz. 10 sekund vaqtimni ajratib barcha sahifaga obuna bo'lib chiqdim. Endi barchasiga obuna bo'ldim tugmasini bosaman va raqamni yuboraman. Bo'ldi, biz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy oldik va mana ID raqamim 5. Hamma o'ziga alohida ID raqam bo'ladi. Kimning ID raqami 30-mart kuni streamda kelib chiqsa, lending full account yoki RP etib oladi. Bizning konkursimiz inshaalloh halol bo'ladi va sovg'alar soni ham 100 tadan ko'p. Bu degani yutish imkoningiz juda ham yuqori. Hoziroq 1 minut vaqtingizni ajratib konkurs botimizdan ro'yxatdan o'ting. Lending full account yoki eng kamida Real Pass yutib oling. Hammaga omad. Xo'sh, qaranglar, birinchisiga bizga mana bunaqa kichkina fragment, ya'ni kristal berdi. Okey, bu ham tekinga juda ham zo'rda. Ya'ni 30 ta grafitiga biz mana bunaqa tekinlarni olyapmiz. Ketdik, давайте aylantiramiz hozir biz. Normal narsa olamiz hozir. Ya'ni bu yerda nimalar bor? Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda xohlasak bizga 10 ta mini material tushishi mumkin. Mana 10 ta mini material, ya'ni udacha, ya'ni omadga bog'liq. Agar 10 talik mini material tushsa, bizga bitta katta material bo'ladi. O'sha katta materialni biz bemalol orujamizni kuchaytirib olishimiz mumkin. Yoki-da kichkina kristaldan 10 ta kichkina kristal tushishi mumkin. Mana 30 ta mini kristal, bitta katta kristal bo'ladi. 7 ta yoki 10 ta kristal yig'sak, 10 ta kristalga вторжение, ya'ni donaterskiy kiyimni olishimiz mumkin tekinga. Давайте hozir biz tushiramiz mana shu narsalarni. Bizning balimiz juda ham ko'p va aytgancha kirganingizda men o'ylayman, siz 100 ta Real Passli konkursimizga qatnashdingiz. Qatnashmagan bo'lsangiz, hozirroq qatnashib qo'yinglar do'stlar. Omadingizni sinab ko'ringlar. Va hozircha bizning omadimiz kelmayapti. Tak, yana okey. Qaranglar, bunaqa ma'lumot uchun albatta like bosib qo'yinglar videomizga. Давайте yana aylantiramiz. O'sha gap men maslahat beraman, sizlarga maslahat beraman, что faqatgina grafiti, ya'ni laklenkalarni obmen qilishni. Hamma oddiy akkauntda ham laklenka bor. Vo, ana udachamiz keldi. Udachada bizga 3 ta fragment berdi. Bu fragment Fraun Cosmixlarni full qilish uchun kerak bo'ladi. Vo, do'stlar, 5 taligini berib yubordi. Давайте hozir 10 ta material ham beradi, ya'ni 10 ta kichkina material ham beradi. Hozir bizda jami 590 ta kichkina materialimiz bor. Videoni boshlashdan oldin 585 ta edi. Men esimda 585 ta edi. Saqlab qo'yamiz esimizda. Ana udacha keldi. Yana bitta bo'lsa ham mayli. Yana ochamiz. Okey. Va bu yerga ozgina videoni tezlashtiraman do'stlar. Ya'ni tezroq ochilishi uchun sizlarning ham vaqtingizni olib o'tirmayman. Videoni ozgina tezlashtiramiz. Keting. Ko'rib turganingizdek qaranglar, biz open case'imiz haligacha tugamayapti. Ballarimiz juda ham ko'p, ya'ni biz atigi 700 ta 800 ta laklenkalarga obmen qilgan holda shuncha tekinga narsalarga ega bo'lyapmiz, ko'ryapsizlarmi? Hammasini tekinga tushiryapmiz. Prosta gap yo'q. Va bizda jami mini materiallar soni 600 taga yetdi. Ya'ni biz video davomida 15 ta kichkina material yig'dik. Bu degani 1.5 ta katta material, ya'ni bitta katta material degani. Bu juda ham zo'r do'stlar. Ya'ni umuman yusi ketmayapti. Mana bu kristal 0 ta edi do'stlar. Jami уже 30 taga yaqin kristal yig'dik. Bu уже bitta katta kristal degani. Prosta gap yo'q. Umuman yusi ketmayapti. Biz prosta tekinga mana shu narsalarni olyapmiz. Yana davom ettiramiz. Bu yana bu уже ikkita mini material, gap yo'q. Ko'rib turganingizdek qaranglar, haligacha bizning keyslarimiz tugamabdi. Juda ham bir barakali bo'ldi bu keysimiz. Juda ham zo'r narsa ekan. Bu xayriyat tugadi. Yana bundan ham bir obmen qo'ramiz. Umuman keraksiz narsalar, men maslahat beraman, faqat shularni obmen qilinglar do'stlar. Yoki mana bunaqa kiyimlar ham umuman kerak emas. 7 ta patinga nima qilaman? 7 marta kiyib yurmayman-ku. Bo'ldi, yana bizga ball yig'ildi. 25 ming ta ball, ya'ni 15 tagami yetadi. Yo'q, 15 ta emas. 12 ta yetadi. Vo, ana udachamiz keldi. Mana 5 ta berib yubordi. Va aytgancha qaranglar, sizga Real Pass keldi. Real Passga sizga albatta UC kerak bo'ladi. Men esa o'zimni
shaxsiy UC magazinimni tavsiya qilaman do'stlar. Kardinal UC Telegram kanali. Mana shu kanalimizdan siz arzon, ishonchli UC'ni xarid qilib olasiz. Mana shu Telegram kanalimizning silkasini shu videoning tagida UC uchun deb silka qoldirganman. Shunda silkaning ustiga bosib, mana shu kanalimizga kirib, mana shu Kardinal UC magazinimizdan arzon, ishonchli UC'ni xarid qilib olasizlar do'stlar. Soxta kanallardan ehtiyot bo'ling. Telegram o'ziga kirib Kardinal UC nimada deb qidirib o'tirmanglar. Original kanalimizning silkasini videoning tagida qoldirganman UC uchun deb. Va biz yana kesib davom ettiramiz. Bilasizmi, Kardinal UC, men hozir mana bu yashikni ochaversam bu videomiz juda ham cho'zilib ketadi va videoni oxiri bo'lmaydi. Chunki menda bunaqa narsalar juda ham ko'p. Eng kamida bir 100 ta material olsam kerak. To'g'risida bularni qaranglar, juda ham ko'p narsalarim bor mana. Ko'ryapsizlarmi? Oxiri yo'qda bu narsalarni. Bu narsalarning oxiri yo'q. Ko'rayotganingizdek Kardinal oilasi, men bularni ochaman desam umrim o'tib ketadi. Video ham juda ham cho'zilib ketadi. Ko'rganingizdek mana. Men hozir tasavvur qiling, mana shu hamma yashiklarni ochib, tekinga 100 ta material oldim. Tasavvur qilyapsizlar do'stlar? Mana shunaqa zo'r videorolikni do'stlaringizga ham yuboringlar. Silkasini kopirovat qilib, Telegram orqali do'stlaringizga ham yuboringlar. Qara, Kardinal qanaqa video chiqardi, tekinga material olsa bo'lar ekan, tekinga kristal olsa bo'lar ekan. Davaychi foydalan do'stim. Tekinga material ol, tekinga kristal olib, futarjina kiyimini ol deb boshqa do'stlaringizga ham albatta yuboringlar bu videoroligimizni ham. Va shuncha qilgan mehnatimizga haligacha like bosmaganlar, shundoq like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bosib qo'yinglar. Bilaman, videoni boshida ishonmagansizlar, tekinga material, tekinga donatorskiy akkaunt, tekinga almashtiryapman. Menda endi aytadigan bo'lsam do'stlar, mana bu yerda 3 ta katta kristalim ham bo'ldi. 630 ta, ya'ni mana shu videorolikda 4 ta katta material oldik. Undan tashqari mana bu kristal ham oldik. Mana bunda obmen qilsak bizga 2 ta katta kristal bo'ladi va bizda jami katta kristal bo'ldi. Mana shu katta kristalni mana bu Mythic Forge ga kirib, bemalol biz mana bu yerdagi narsalarni sotib olsak bo'ladi. Endi menda hamma narsa bor do'stlar. Men hech qaysini ola olmayman, faqatgina yoki mana bu yerga kirib, ana bitta boshni sotib olaman do'stlar. Bugungi videoroligimizda bitta mana shu boshimizni sotib oldik. Tekinga oldik do'stlar. Tekinga Mythic ga ega bo'ldik. Ya'ni bizning akkauntimiz donatorskiy bo'lyapti уже. Endi donatorskiy, lekin oddiy akkauntdagi mana shu narsalarni tekinga olib donatorskiy qilib qo'yishinglar mumkin do'stlar. Bizda 86 ta katta materialimiz bor. Agar bugungi videoroligimizda 4 ta katta material olgan bo'lsak, davaychi 4 ta katta materialimizni obmen qilamiz. Mana 4 ta materialga obmen qilamiz va bizning materiallarimiz soni do'stlar 90 taga yetdi. Ya'ni biz hozir tekinga orujamizni kuchaytirib olsak bo'ladi. Masalan, mana shu orujani kuchaytirib olsak bo'ladi kilchat qilib. Davaychi mana shu orujani kuchaytiraman. 4 ta material ketar ekan, как раз ana. Yana bitta sarflaymiz va yana bitta sarflaymiz. Ana tekinga do'stlar, men orujamni kilchat qilib qo'ydim. Bu juda ham zo'rda. Mani akkauntim mabodo donatorskiy bo'lmagan, endi oddiy akkaunt bo'lganda, mana shu oddiy akkaunt bilan ham UC solmagan holda, donat qilmagan holda bitta orujani kuchaytirib qo'ydim. Va aytgancha Kardinal oilasi, men sizga yana bir bor eslatib qo'yaman. Men Telegramda 100 ta real pasli konkurs boshlaganman. Kirib qatnashib qo'ying. Juda ham oson, 1 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Mana shu videoni tagida, ya'ni opsiyada konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi shu silkani ustiga bosib, konkurs botimizga kirasiz. Start tugmasini bosasiz. Bu yerda kelib chiqqan 7 ta kanallarimizga birin-ketin obuna bo'lib chiqasiz. Obuna bo'lganingizdan keyin pastdagi barchasiga obuna bo'ldim tugmasini bosasiz va telefon raqamini yuborasiz va bo'ldi, siz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy oldingiz va hammani o'ziga alohida ID raqam beradi bot. Agar kimning ID raqami 30-mart kuni streamimizda kelib chiqsa, donatorskiy leading full account yokida bitta bo'lsa ham real pas yutib ketadi do'stlar. Ko'rib turganingizdek, sovg'alarimiz juda ham ko'p, yutish imkoningiz juda ham katta. Kirib qatnashib qo'yinglar, omadingizni sinab ko'ringlar do'stlar. Konkursimizga qatnashgan obunachilarimizga omad tilagan holda asosan mana shunaqa zo'r videoroligimizni ham o'z nihoyasiga yetkazamiz. Va Kardinal oilasi, haligacha kimlar bunaqa zo'r va foydali videomizga like bosmagan bo'lsa, hoziroq videomizga like tugmasini bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz inshaalloh 800 ming ta obunachi bo'lamiz do'stlar. Videomizga siz bosgan like va siz bosgan obuna menga juda ham katta xursandchilik va motivatsiya beradi. Kattakon rahmat do'stlar, like bosganingiz va obuna bo'lganingiz va menga juda ham katta xursandchilik berganingiz uchun. Hammangizni yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Keyingi videogacha ko'rishguncha xayr, siz bilan Kardinal bo'ldi. Sog' bo'linglar.